Muzqaymoq biznesida sotuv bo'yicha chempion modellardan biri bo'lgan 220 volt ishlaydigan Mildridge muzqaymoq apparatini bugun sizlar bilan hamma ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Bunda o'zini tablosi bor, muzlatish darajasi, toki o'lchami va hattoki kuniga nechta morojniy sotgangacha ko'rsatib berib turadi. Va bundan tashqari ikkita non solish uchun o'zini idishlari bor va endi bunga morojniy smes qo'yamiz va smes qo'yganda e'tibor qilinglar, birinchi bo'lib clean tugmasini bosamiz va ichiga muzqaymoq polniy to'lib oladi va undan keyin cool knopkasini bosib ishlatishni boshlaymiz. Voy, buni turishini qaranglar, stokalari prosta bomba 220 voltda chiqqanga o'xshamaydi. Yana bitta narsa ajoyib. Buni sizlar Burxanuz do'konlaridan arzon narxda olishingiz mumkin. Narxlarga keladigan bo'lsak, 13 million so'mdan butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari mutlaqo tekin. Ranglarini ko'ringlar. Xohlagan ranglarni tanlab olasizlar. Do'konlarimizga kelib xarid qilishingiz yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin.